Toy ko'tarilyapti bir sarka. Osti 300 ming bo'ldi toy. Qana toy kelyapti toy. Gechinglab turgan ot bo'ladigan toy. Qana kim bo'lar oxirigacha? Mahkam o'tirar oxirigacha toy. Ot bo'ladigan, zot oladigan toy. Ana Qorabayir zotli toy. Ana qana kim bo'lar oxirigacha toy. Gechinglab turgan ot bo'ladigan toy. Ana diyomagi bekor qilib yetaklama polvonlar, ey. Yetaklama polvonlar. Ana qana toy. Diyomagi bekor qilib Soyib polvon yana bosib keldi Soyib polvon. Yalan ichida kelyapti-da. Toyir hozir choptiraman desang kechgacha choptirasan. Yakka kelmaydi. Soyib polvon. Ey Toyir. Ikkinchi marta mana shu bolani o'zi bosib kelyapti. Galan ichida kechgacha choptirasan Toyir. Kechgacha choptirasan galan ichida qo'rqinishdan keladi. Mashinaga mashina, toyga mashina bo'ladi oxirigacha. Toyir. Nega qarada? Toyir. Xulosa Toyir, qorong'i kechgacha tugatolmaysan, menga aytma, ey. Toyir. Soyib polvon. Navoiy. Ya, tushunib turibman. Soyib polvonga qarasak bormi? Soyib polvon omadlar bersin. Navoiy, Navbahor, Ejanda polvoni Soyib polvon omadlar bersin. Navoiy, Navbahor, yosh tadbirkor otboz, rahmatli O'ktam Hoji bobomizning nabirasi Ma'murjon O'ktamovning yangi Toshkent Raycenter Davron elektrikdan kelgan yangi bo'ron mablag'lar bilan toy. Ikkinchi to'yi xudo xolasa bu omadlarni bersin. Toshkent Raycenter Davron elektrikdan chiqqan bo'ron bilan berdi. Bir toy, menga xulosa Soyib. Bir toy, bir sarka 300 ming so'm Obidga berildi. Navoiy, jilon qo'yver, ey. Hayda. Bo'ldi, chartoqdan ochinglar-da. Omadlarni bersin. Ko'pkarimizning Aliyevlar ko'pkarisining oxirgi oldingi marrasi bir kechinglagan to'y bir sarka 300 ming so'mga. Navoiy ko'tarib bergan ekan anu. Navoiy Navbahor ijodda polvoni